Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Qo'qon shahridan bizni kuzatuvchi obunachilar bormi? Biz Qo'qon shahridamiz. Hozir xo'rozlar orqasidan juda ham boyib ketgan Jahongir boynikiga keldik. Xo'rozlardan ham, o'zlaridan ham chiroyli intervyu qilamiz. Videoni kuzatib turinglar. Mana o'zlari ham bo'lyapti. Assalomu alaykum. Qo'lim band xo'roz silayapti. Ha, mayli. Jahongir aka, hozir men o'zingizdan intervyu olgani keldik. Xo'rozlaringizni ham chiroyli qilib bir ko'rsatib, xalqqa ko'rsataylik. Nima deysiz shunga? Ha, mayli endi yurlaring, lekin ko'zing tiyib qolmasin xo'rozlarga. Xo'p bo'ladi. Obunachilar kuzatib turinglar. Bitta like qizartirib qo'yinglar. Sizlarga zo'r xo'rozlar ko'rsatamiz. Qani ketdik. Jahongir aka, bu hovlini qarang, chiroyli qilib, shinam qilib qurib qo'yibsizlar. Maza qilib yashaysiz ekan-da. Bu hovlida men yashamayman, adashma xo'rozlarim yashaydi. Kulmasan. Ukamman senga hozir hayotingda ko'rmagan narsalarni ko'rsataman. Yo'q, nimani? Xo'rozlarni. Ha, kiraveramanda? Kiraveru, lekin oyog'i yechib ko'r. Voy, xo'rozlarga qilingan sharoitni qaranglar. Yorvorsiz aka. Baqir-chaqir qilma ukam. Bu kattadan aylanma chiqqan hozir o'rnida hozir shogird ketyapti. Tojik qazaqlarni yomon tashlagan uylarni mana shu xo'roz qurib bergan. Gap yo'q aka. Bunisi aka. Bu xo'rozimiz Jorjina, shahar taniydi. Yorvoryapti. Bunga hozir mehr berganim yo'q. Ikkitagina Malibu yutib berdi, hozir jinday damda. Aka, bunisi-chi? Bu xo'rozimiz endi so'raman, O'ragan desang tojik, qirg'iz bemalol taniydi ukam. Butun mana shu O'rta Osiyoda o'rib tashadi xo'rozlarni, o'rib. Aka, ana shuncha daromad mana shu xo'rozlardanmi aka? Ukam, bu daromadlarga qiziqma, ancha daromad bor. Villalarni qurib berdi, uylarni qurdi. Endi hozir mana xo'rozimdan umidim katta, gelikka harakat qilyapti. Aka, menga ham shu xo'roz boqishni o'rgating. Men ham bir qimmat bir villalarda yashagim kelyapti. Ukam, hamma o'zini ishini qilsin. Sen o'zi blogermisan, intervyu olganga? Borishingni qil, blogerligingni qilaver. Mana aka, sizdan intervyularni ham oldik, xo'rozlar haqida ma'lumot ham oldik. Shuncha daromad borligini bilmasdim rosti. Ukajonim, kepsan, lekin meni uyimdan noumid bo'lma. Men mana cho'jani boqqin, hammasi yaxshi bo'ladi. Aka, buni boq katta qilsam, men ham boy bo'lib ketamanmi? Boy bo'lishingni bilmayman lekin. Nimaga? Ukam, sen xo'roz bilan o'rdek farqiga bormaysan.